Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilar. Aziz do'stlar, yana bir o'z ishimizni yakunidamiz. Bugungi uстановkamiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumaniga bo'ldi. Bugungi uстановkamizga mana ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli teraskalarimiz uстановka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Zolotoy dub alyumin profillarimizda bir qavat oq oynalardan foydalanib qo'yib berganmiz. Teraskamiz balandligi 2,5 metr, eniga 2 metrdan ikkita teraskamiz hamda bu tomonimizda balandligi 3,5 metr, eniga 2 metr bo'lgan teraskamiz uстановka bo'ldi. Bunimizda o'rtasida standart 2 tabaqali eshik tushirib berganmiz. Azizlar, mana teraskamiz bo'linmalariga e'tibor qilishlarini so'raymiz. Hammasi liniyada bir xilda qilib, tepalari ham bir xil liniyada o'rnatib berganmiz. Oq oynalarda foydalanilgan 2 tabaqali eshiklarimiz ham juda ham chiroyli shaklda qilib berganmiz. Xo'p, zakazlar bo'lsa, aloqaga chiqib qo'ying zakarlar. 1 metr kvadrat aziz do'stlar. Narxlarni aytib o'tamiz. 700 ming so'mdan chiqadi azizlar. Olib kelib o'rnatib berish hammasi ish haqida ichida azizlar. Sizlarga kelishtirib chiroyli qilib yasab beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Xudo xolasa bugungi uстановkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunday chiroyli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Akfalimin kanaliga obuna bo'lib qo'yib, zakaz berishingiz mumkin. Obunachilarimizga chiroyli qilib bonuslarni qilib beraveramiz. Old tomondan sizga ichkari tomondan ham ko'rsatib berib o'tamiz azizlar. Teraskamiz mana ichkari tomondan ko'rinishi. Baho berishlarini so'raymiz. Bo'linmalarni ham chiroyli qilib, bo'linmalarni qilib berganmiz va penalarni ham mahkamlab qotirib, mana chiroyli qilib, hamma zazorlarni ham to'ldirib qo'yib berganmiz. Tepa qismlariga ham eshiklarimiz azizlar. Eshiklarimizga mana 5 tadan oshmoshlarni qo'yib berganmiz. Usilni bo'lish uchun past qismiga o'zini alikafonlarini qo'yib taxlab berdik. Kimga qanday zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Akfalimin kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz degan umid etamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' salomat bo'lingizlar.